Salimboyni duo qilsa, tabriklasa bo'ladimi, joiz bo'ladimi? Ko'pincha siz domlalar boylarni, lavozimda o'tirganlarni duo qilasizlar. Shunga nima deysiz? Javobchini oldindan rahmat. Sizni otangizga rahmat. Javobni eshiting. Bu borada boy bor, puli ko'p bor. Boy deb elga, yurtga, xalqqa, yaqinlariga silay rahm qiladi. Boyni belgisi silay rahm qiladi. Birinchisi, elga, yurtga, xalqqa, vataniga qiladi. Ayamasdan qiladi. Uni aybini kechiring, u boy dedilar. Uni duo qilish kerak. Endi ikkinchisi bor ekan. Ana mavzuda gapirdik-ku. 45 minut. Kibr. Uni o'ziga ham foydasi yo'q, birovga ham. Uni puli ko'p ekan. Uni duo qilish makruh ekan. Birodarlar, shu odamni bitta duo qilaylik. Ko'p insoniyatga yaxshiligi bor. Ko'p yetim yesirga qaragani bor. Ko'p insonlarni qo'llagani bor. Iloyo umrlari uzun, tan jonlari sog' bo'lsin.